Hammalarga assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Avvalambor sizlar kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugun xudo xolisa payshanba yana texrabota bo'lib o'tdi. Bu safar texrabota juda vaqtli tugadi. Tugashi kerak edi, chunki hech narsa yangilanish bo'lmadi. Ya'ni yangi paklar chiqdi, har doimgidek. Koreya, Chexiya paklari chiqdi. Seleksion paklari chiqdi, ya'ni terma jamoa paklari. U menimcha hech kimga qiziq emas. O'zining anaqalardan, muxlislardan tashqari. Ya'ni bizga qiziq emas. Bizga yana men o'zi kecha video olmoqchi edim. Potif paklarga, POTD paklarga free olganman, coinslarim bor. Xudo xolisa shuni olmoqchi edim. Shuni olmoqchi ekan, men esim kelib qoldi. Ertaga payshanbalarga erta olaman deb, bugun olishga qaror qildim. Xudo xolisa mana bugun payshanba. Bizda bugun mavzu nima? Bizda mavzu bugun kecha o'tgan kun chiqqan Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland POTD paklariga open pak bo'ladi xudo xolisa. Mana menda hozir 300 coins bor. Xudo xolisa 300 coins ishlatamiz. Xudo xolisa Kylian Mbappe, Messi, Haaland bitirishimiz choroni. Xudo xolisa 100 coinsdan inshaalloh. Sizlar videoni ko'rayotganlarga katta rahmat. Videoni oxirigacha ko'ringlar, video juda qiziq bo'ladi. Avvalo kanalga bosib qo'yinglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Agar bosgan bo'lsanglar biz POTD paklarini ochishni boshladik. Qani xudo xolisa ko'ramiz kimlar bor pak ichida. Erling Haaland 97, Michael Olise 96. Maksimum level emas, maksimum level qo'yganini bilamiz. Hozircha qo'yib turgan. Hozirchalik Olise 96, Erling Haaland 97, Kylian Mbappe 96, Bradley Barcola 95, Messi ili Ayman Housenmi degan bittasi bor ekan. Mayli ochamiz. Xudo xolisa 300 coinsga bizga xudo xolisa Kylian Mbappe, Erling Haaland va Lionel Messi yoki Michael Olise daxil tushadigan umidamiz. Sizlarga kim tushdi? Albatta kommentariyga yozib qo'yinglar o'z fikringizni. Izohda. Ketdi mana 100 coins xudo xolisa. Bismillahirrohmanirrohim. Ochdim o'sha 100 coinsni. Kim tushdi bizda? Hozir aylanib o'tdi va bizda Kylian Mbappe, bizda Kylian Mbappe tushdi do'stlar. Birinchi urinishda 100 coins. Xudo xolisa Erling Haalandni ham tushimiz va yoki Michael Olise yoki Messi. Menda hammasini kartasi bor, lekin bu karta menga juda qiziq, shuning uchun ochdim. Bizda birinchi urinishda Kylian Mbappe va ikkinchi urinishda ochamiz. 100 coins ketdi mana. Yo Olise yoki Messi yoki Haaland. Kim bizda? Michael Olise do'stlar, Michael Olise mana, Michael Olise. U tushi ko'proq aniq, chunki 6 dan o'yinchi, ya'ni Potifga o'xshab 11 ta o'yinchi emas, shuning uchun tushi ehtimoli kattaroq. Legenda o'yinchilar, ya'ni reytingi baland o'yinchilar. Uchinchisi kim? Ish qilib uchinchisini eng past reytingga bermasin deb Ayman Housenmi kim shuni bermasin deb ish qilib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. 100 coins. Kim oxirgi bo'ldi, boshqa ocholmayman. Kim tushdi bizda? Bradley Barcola. Yomon emas, o'ynab ko'ramiz albatta buni ham. Bizda Haaland, Messi tushmadi, afsuski. 3 ta fransiyalik o'yinchi tushdi do'stlar. 3 ta fransiyalik o'yinchi bor edi o'zi pakda. 3 tasi ham bizga tushdi. Qoyili. Mana tepadan bizda 3 ta tushdi, bitta, 2 ta, 3 ta o'yinchi tushdi. Hammasi fransiyalik. Mayli, men Haaland men kerak emas edi, chunki menda kartasi bor. Haaland o'zi ko'p o'ynatmayman, menda 2 ta kartasi bor, shuncha o'ynatmayman. Lekin men Mbappe, menga prosta qiziq bo'lgan uchun ochdim. Haaland ham tushsa yomon bo'lmasdi. Ertam tushsa yaxshi. Lekin reytingi baland bo'lgani uchun tushdi dedim, lekin tushmadi. Mana xudo xolisa bugun soat yana 5 daga bizga yangi pak chiqadi. POTD paklar chiqadi yana. Mana turibdi. Hali ochilmagan, soat 5 da bizga yangilanish keladi. Shundan ochiladi bizda. O'sha ko'rdim kimlar chiqishini, John Neves. Yana kimlarcha ismini yozsa aniq, John Neves borligi aniq, chunki kecha Portugaliyada gol urdi va chiqish ehtimoli katta bo'ldi. Ronaldo afsuski gol ura olmadi. Portugaliya Kongo bilan durang o'ynagani uchun Ronaldo gol urmagan uchun Ronaldo kartasi chiqmaydi bizda. John Neves kartasi chiqadi. Mayli, daxil so'z bilan tarkibga qo'yib ko'ramiz. Mana futbolga kiraman. Divizionda 3-divizionga tushib qo'yibdi-ku. Demak, bizda keyingi yangilanishda bizga sovg'a, divizion sovg'asi bizga Rodrigo de Paul bizga demak kelar ekan keyingi divizionda bizga free. Yomon emas, mayli, sinab ko'ramiz albatta o'yinda. Oz bilan to'g'ri olaydi. Bizda yangi o'yinchilarni albatta tez qo'yib ko'ramiz hozir. Mana bizda Kylian Mbappe,
Ronaldo o'rniga. Va yana keyin Michael Olise. Bu bizlar mana kirtasi bo'lgani uchun tushunmadim. Mayli, hech qilmaydi. Mana bizlar Michael Olise kirtasi bor edi o'zi. Men buni tushirdim. Hech qilmaydi. Bitta televizionni ko'rishga bizga bo'ladi. Mana keyin bizda Bradley Barkala. Bu buni o'rniga qo'yib turaylik. Buni tez o'rniga qo'yib turamiz. Menda yana bitta o'yinchi bor edi. O'zim ochganman. Bittadan ochganman. Bugun ko'rgan bittadan ochganman. Bu Bruno Guimaraes menga tushgan edi. Ko'rdingmi? Uni unutmaganman, chunki menga qiziq bo'lgan uchun bitta ochib qo'yganman. Free olganim uchun ochib qo'yganman. No, qiziq emas. Hozir bilan o'ynab ko'ramiz, xudo xolasa. Hujumni qaraylar, kimligini. Kylian Mbappe bilan Usmon Dembele bizda hujumda o'ynaydi. MFD esa Michael Olise o'ynaydi. Xudo xolasa sinab ko'ramiz hammasini. Ketdi, mana o'sha raqib topishni boshladik. Sizlarga kim tushdi potidadan albatta kommentariyga yozib qo'yinglar. Video haqida ham o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Bu menga juda ham qiziq va eng muhim narsa videoga like bosib va kanalga bitta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Chunki biz yaqin kunlarda xudo xolasa 100 ta podpischik bo'lamiz. Raqib topdi bizda. Xudo xolasa hozir podpischikimiz 95 ta, xudo xolasa yana 100 ta bo'lishimizga 5 ta dollardan podpiska bosish kerak bizga. Shuning uchun tezroq podpiska bosib qo'yinglar. Biz xudo xolasa 100 ta bo'lamiz. Mana raqib topdi bizda 3190 lik akkaunt. Aslini ko'ramiz buni. Ular ko'ramiz qani. Al Nassrga qarshi FC Milan o'ynaydi. Raqibimiz tarkibi. U Rudiger old kartasi bor ekan. Zaxirada Salah o'rt kartasi, Salah bor. Kylian Mbappe, Sorlot. Zo'r tarkib, old kartalari bor ekan bir ikkita. Mayli, do'xol Kylian Mbappening kayfiyati juda zo'r ekan. Xudo xolasini ko'ramiz. Ketdi, mana o'yin boshlandi. Boshlanishiga ozgina qoldi. Mayli. Menimcha hozir hamma voqea turgan bugun 18-kunga hamma voqea turgan. Chunki soat 7 da O'zbekiston va Kolumbiya o'yini bo'lib o'tdi. Afsuski O'zbekiston jamoamiz yutqazdi. Lekin bu unaqa hozir Instagramda ko'ryapman, hamma hate qilib tashyapti. O'zbekiston bunaqa, O'zbekiston bunaqa. Do'stlar, tushuninglar, bu birinchi mundial. Debyut o'yin. Ya'ni Kolumbiyaga qarshi. Endi miyasi borda bunaqa fikrlamaydi do'stlar. Mayli, mavzudan chetga chiqmaymiz. Xudo xolasa o'yin boshlanyapti. Ketdi, mana o'yin boshlandi. Dembele, Kylian, Rakert, Kellini, Andre Robertson, Neymar Junior, Kylian Mbappe. Mashqobda o'tish qiyin bo'ladi shunaqa paytda. Olise. Voy, nimaga o'tolmadi qopti. Michael Olise. Bunaqa pasda. Hujumda Eto'si bor. Eto'sini ko'rganim yo'q hujumda. Faqat sentrga qaramman, himoyalarga qarab. Hujumda Eto'si bor ekan, ko'rmaganman ham. Ketdi. Usmon. Bil Asad bor ekan. Atak Asad bo'lmaganda qichqib bo'lardi, ketardi birga bordi. Ketdi. Hozir bilan diqqat cho'zamiz. Bilganda mashq pas berdi, sal kechikib qoldik. Himoya ushlash kerak, himoya yaxshi. Yaxshi, Hausen himoyada yaxshi o'ynayapti Hausen. Ko'ramiz. Bizlar hozir 2 ta antena, 3 ta antena, unda esa 4 ta 3 ta antena. Pashti bir xil, lekin baribir shu ham bizni hal qiladi. Bitta antena kamlar ham bizni hal qiladi o'yinni. Yaxshi. Qizdirib berdi. Thibaut Courtois, Kylian Mbappe. Kopda o'tmadi, Robertsonga kelmadi. Yaxshi, Hausen, Rakert, Olise. Dembele cho'zib turish bor ekan, ozgina. Bir paslash o'ynargan bu ham bor-ku, asabga o'ynab. O'zi bo'ladi-ku, o'zi o'ynolmaydi, lekin mana paslash odam asabiga tegadi. Bu raqib emas, o'zim divizionda ko'p o'ynayman-man. Ko'raman divizionda. O'zi o'ynashni bilmaydi, bot o'zi. Paslash bir nimalar qilmoqchi bo'ladi, qo'pdan o'ldirib qo'yadi-da. Asabga tegadi bu narsa.
Shuning uchun do'stlar aytib o'tishim kerak. Mani birinchi videoyim, mani yuzim bilan chiqishim, yuzim bilan video olishim birinchi video. Shuning uchun albatta kommentariyga negativ yozmanglar. Bunaqa ekan, o'xshamabdi. Shuning uchun faqat qo'llab-quvvatlashini umid qilaman do'stlar. Qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa bu yoqqa shunaqa kontentlar ko'payadi. Ya'ni yuzim bilan chiqishim ko'payadi, xudo xolasa. Agar qo'llab-quvvatlarsanglar, sizlarga yoqsa, shu yuzim bilan chiqishim sizlarga yoqsa, qo'llab-quvvatlaysizlar, layk bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana shu bilinadi, internet pastlagan tez bermaydi, ozgina kutib turib keyin beradi-da. Ozgina lag bo'lib qotib qoladi. Shunaqa paytda antennasi past bo'lsa, kutib qoladi o'yinchi. Past berish qiyinlashib qoladi. Men mana Wi-Fi'daman, chunki mana Wi-Fi'da turibman. Wi-Fi to'la turibdi. Nimaga bilmayman, bunaqa qo'tyapti tushunmadim lekin. Chouameni yomon paket bilan olib qo'ydilar ekan. Chouameni, Aurelian Chouameni. Robertson, Neymar Juniorga, Neymar Junior bitta fint qilamiz. Bitta blitzda qilamiz. Voy! Olise qanaqa kalla qo'ya olmadi? Michael Olise qanaqa kalla qo'ya olmadi shunday vaziyatdan? Yaxshi harakat. Dembele qochishini qaranglar-da. Robertson, yaxshi Robertson. Yaxshi Thibaut Courtois yomon sev qildilar ekan. Thibaut Courtois. Hozircha o'yin yaxshi o'tmadi. Zo'r vaziyat bo'ldi. Olise kalla qo'ydi, juda ura olmadi. Bo'y pastligi, kallam yaxshi emasligi bilindi mana shu yerda. Neymar o'tish kerak edi bu paslarga. Blitzmi deyman? Messi blitz ekan. Blitz nimalab qo'ydi, double touch qilib. Xudoyim. Asha ko'pga yetib bora olmaydi, bilmayman nima yetib bora olmaydi. Yo'liga beraman bo'lsa, ko'pda so'raydi, bergandan keyin yetib bora olmaydi nima bu? Mana unjan sakramayapti. Kelini men clear bosdim, mana clear qolishi bosh bilan sakramadi. Kelini ham Amti Mbappe ko'pga yetib bora olmayapti. Mana уже boshladi qochishni. O'yinchilar lag bo'lyapti. O'yin og'irlashgan juda. Mana o'yinim. Internet slabilik ham antena ikkita uchta chiqayotganiga men nurisini bilmadim. Klik qilamiz chunki hozir himoyada aldamamaydi. Chunki internet bunaqa slabiligida himoyada aldasa oldirib qo'ydi kattani. Ketdi Kylian. O'tmaganini qara. O'tganda ketardi birga bir Kylian. Dembelega ber dedim-ku, Neymar. Yaxshi. Olise. Dembele. Olise. Fint qilmoqchim, o'tmadi fint qilaman sen. Mana shu link up chat ko'raychi, link up ishlarmikan. Ishlamadi link up. Mbappega link up qo'ydim. Abi Alonso bilan ishlamadi. Bekor havasini yurtdim-da. Bekor havasini bu yoqqa oldinga chiqardim-da. Shunga qochib ketdi. Nima bo'ldi? Hozir qanaqa qotdi o'yin? Men shuni tushunmadim. O'yin qotdi yomon hozir mana shu. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Tushunmayman nimaga qotyapti bu. Shu aytayotganimda o'sha tomon qotibman, ne interes bo'lib qolyapti. Qotyapti o'yin bor-ku. Komment yozgan, mana shu videoda komment yozganlar bo'ladi 100%. Bot o'zing o'ynashni bilmaysan deb. Mana qay internet masalan bilan ko'ringlar, shunaqa ikkita internet bilan mana shu qotish, laglar bo'lib, o'yinchilar pas bermasdan, pas bersam o'ziga bora olmasdan.
Tushunmayman shunaqalarga bor-ku. Qanaqa bilmayapsizlar ekan bular? AMF'da o'ynamasmikan? O'ynamas ekan bu ham. Yo'q, hozir anglashmayman, chunki men eng olgan o'yinchilarni o'ynatishim kerak oxirigacha. Mayli, yutuq qilsam ham shunisi qilmaydi. Birinchi o'yin bu divizion shunisi qilmaydi. Просто videochi o'ynayapman. Qochishga qaranglar mana. Kilo yo'mazlar. Borsam bo'lardi, просто borsam hozir chala travma qilib qo'ymasin deb qo'ya qoldim o'zini. Shu qotganda ham hujum qilib gol qo'ysam bilmadim endi. Hozir biz o'zimiz skillimizni qilamiz. Olisaydi aylantiramiz bu yoqdan qilib. Ikkinchi qavatda rakert Mahabeldan so'ng urkita. Mana. Ishtaga pas beramiz. Kim ikkinchi qavatda? O, rakertga o'tmadi. Rakertga koko bo'lib qoldimi? To'g'rirog'i kelmadi rakertga. Menga tegmaymiz, chunki kilometr yonida turgan o'yinchiga tegmaymiz. Chunki tegsam hozir bitta pas beradi, bo'ldi, kilometr birga bir chiqib ketadi. Shuning uchun tegmayman kilometr yoniga o'yinchiga. Men boshqa pas beraman-da, bu boshqa pas beraveradi. Nima bu? Qaranglar. Nima bu yoqqa kelib oldi o'ylaysan? Bukray emas-ku, nima bu yoqqa kelib olasan? Yo'q, ochiq qolib ketdi вообще. Yo'qda hech kim hujum qilmayapti. Men qarang, pas bosdim men bo'lmasam. Nima pas bermadi? Mana nima? Qanaqa qilib? O'sha pas berib bo'ladi, birga ketayotdi Dembele. To'g'ri 2 urash nasib emasdi. Men endi hujum qilyapman, qo'yib berish kerak edi buni vaziyatda. Mana internet sirabiligi hammaga parod qiladi, divizionda hammaga zarar yetkazadi mana shu internet pastligi, aynan O'zbekistonda. Mana shuni tushunmadim mana shuni. Chunki любой bosib olaman. Tushunmagan, qiziq bo'lmagan uchun tushunmadim buni. Tushunganlar kommentarga yozib qo'ying, nima bu? Qaysini boshish kerak? Bizada 23 ochko. Mayli. Xudo xohlasa shu bilan videomiz yakunlandi do'stlar. Gameplay chiqib ketdi hamma yoni. Video sizlarga yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar, kommentariyga o'z fikringizni yozib